Koreyaga tilni bilmasdan ketsa nima bo'ladi? Koreyaga sayohat viza bilan chiqib ketib, nelegal bo'lib ketgan qiz onlayn do'laga dars o'tishimni so'radilar. Individual noldan. O'qitdimmi? Ha. Lekin degan tomoni bor. Aynan shunaqa Koreyaga sayohat viza bilan chiqib, nelegal bo'lib ketayotganlar dastidan Janubiy Koreyani O'zbekistondagi elchixonasi Koreyaga viza qilayotganda sayohat viza uchun alohida agentstvalarga huquq berdi. Va ularning vakolati bilangina sayohat vizaga siz hujjat topshira olasiz. Men agentstva bilan bog'lanib ko'rdim. Prosta tak sayohat uchun hujjatlarni hammasini yig'ish jarayoni o'zi $1,500 tashkil qiladi. Eslatib o'taman, bu sayohatni boshqa xarajatlarni o'zining ichiga olmaydi. Talabamga nima bo'ldi? Talabam Seulning eng xavfli rayonlaridan bittasida yashayotganlarni bilib qoldim. Nima uchun unaqa? Normalniy xavfsiz rayonda yashash uchun koreyslar bilan muzokara qilish kerak, strixovka bo'lish kerak, viza bo'lish kerak va koreys tilida hech bo'lmaganda oddiy kundalik gaplarni ayta olish kerak. Lekin bularning hech qaysisi meni talabamda yo'q edi va ular xavfli rayonda yashashni boshladi. Men ulardan juda ham qattiq xavotir oldim. Nimaga? Agar ularga biror kor bo'ladigan bo'lsa, hatto 119 ga ham telefon qila olmaydilar. Sababi birinchi navbatda ular Koreyada jinoyatchi sifatida yashab kelyaptilar. Tilni ham bilmaydilar. Deport qiladigan bo'lsa yoki qanaqadir shans berish ham hech qanaqasiga iloji yo'q. Chunki na tilni biladigan, na vizasi bor, na qo'lda birorta hunari bor, na Koreyaga foyda keltira oladigan odamga Koreya shans bermaydi. Pulchi deyishingiz mumkin. Shikdan ishlayotganlarni bilib qoldim. Kuniga 40 ming 50 ming fondan olayotgan ekanlar. Eslatib o'taman, 2025-yil yanvar oyidagi statistikaga ko'ra 1 soatlik arabayt ish haqqi o'rtacha 10 ming 30 vonni tashkil qilsa, 7-8 soat ishlaganingizda 70-80 mingdan oshiq pul bo'lishi kerak edi. Lekin ular o'zlariga ana shu qiymatni baholaganlar va tinchgina shu bergan pulga rozi bo'lib yashashda va ishlashda davom etib keladi. Xo'p, pulni ku toparsiz, lekin sog'lig'ingizga yoki bo'lmasam o'zingizga biror kor bo'ladigan bo'lsa, hech qaysi tashkilot, hech qaysi mamlakat sizni oxirgacha olmaydi. Qaytarib aytaman, siz mamlakatda jinoyatchi sifatida yashab kelyapsiz va o'sha mamlakatning qonun-qoidalarini, madaniyatini hurmat qilmaganingiz uchun mamlakat sizga hech qanaqasiga huquq va erkinlik yoki shans berishni o'ylab ko'rmasangiz ham bo'ladi. Koreyaga maslahatim, tilni o'rganib boring, chunki Koreya imkoniyatlar mamlakati. Agar siz ularning o'zini, tilini, madaniyatini hurmat qiladigan bo'lsangiz, ishontirib aytishim mumkinki, Koreyaga borishingizdan oldin miyingiz ichida qanaqa fikr qilgan bo'lsangiz, kutuvlaringiz bo'lsa hammasi amalga oshadi.